Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yemlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Endi bizda hammasi tabiiy, hech qanday boshqa yashirin, sirli degan joylari yo'q. Shunaqangi savollar bo'libdi, yemlar haqida ham qisqa ma'lumot bering deyishgan. Yemlar haqidagi ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, mana masalan oldik: makka, bug'doy, arpa, oqshoq, o'zimizda hozirgi kunda o'zimiz ham chiqarib turgan pirog yemlardan. Xudo xolasa shu yemlarni biz ham o'zimizdan yo'lga qo'yyapmiz. Tabiiy, sifatli holatda qilib, xudo xolasa. Ba'zi birlar endi hammada ham bor imkoniyatdan foydalanadi. Kimdir makkani o'zini, kimdir bug'doyni, kimdir arpa, kimdir yoki bo'lmasa oqshoq yoki kimdir qandaydir arzonroq yemni berib boradi. Bu holatda berish, mana shu to'g'ri holatdagi berish noto'g'riroq. Bunda faqat mana shu yemni makkani masalan mana shuni o'zini elementlari bo'ladi xolos. Boshqa vitaminlar bo'lmaydi. Bug'doyda faqat bug'doydagi bo'ladi, arpada faqat arpaniki, oqshoqda faqat oqshoqdagi bo'ladi. Ko'rim yemlarimizda hammasini jamlanmasi bo'ladi. Mana bunaqangi vitaminlar qo'shiladi bularga. O'zlari qo'shishi mumkin mana. Bunga endi sabab, masalan, siz deylik makkani o'zini beryapsiz deylik. Endi bunga suv qo'shamiz, mana. Suv qo'shdik. Bug'doyga ham qo'shyapmiz, mana. Arpaga ham qo'shdik. Oqshoqqa ham qo'shdik. Yemga qo'shyapmiz. Endi ko'payib. Mana qarang, ko'payishini qarang-da. Tayyor holatga keldi o'zi bu. Bular hali beri uvmaydi, pishmaydi, mana bo'kmaydi. Birinchi minus tomoni buni, masalan buni parrandaning jig'ildoni deylik, mana shu endi yedi, bo'ldi. Yegandan keyin bu qonni ko'payadi buni. Keyin suvni ichaveradi. Yuqmaydi. Faqat ko'p yotadi, keyin ko'p suv ichadi. Chunki bu oziqa ichgan sari katta suv talab qilaveradi. Shuning uchun hali e'tibor qilgan bo'lsalaring ham axlatlari ko'proq suyuqroq bo'ladi. Chunki bu ishga ishaveradi, hazm bo'lish jarayonini sekin avj olgan sari suvni ko'p iste'mol qilaveradi-da, bu takada jig'ildonda yem to'ppay bo'lib qoladi. G'uj-g'uj mashina turaveradi, ishaveradi. Ana shunda oshqozonlar buzilishi bo'ladi, keyin bularda zang chiqadi. Bug'doyni yuvganingizda qora, siyoh rangga o'xshagan, yodga o'xshagan modda chiqadi bulardan. Bular hali ishgan yo'q. Mana bu pirog kiyimlarimizga kelsak, mana bular o'zi hamma ozuqa bor mana bunda. Bular o'zi mana pishdi, tayyor. Shunday olib beraveradi. Buning ichida hamma qo'shimchalardan bor. 9 xil don mahsuloti bor. Mana bunaqa biovit vitaminlarimiz bor. Lekin boshqalarda bunaqangi vitaminlar yo'q. Bular hali ham bo'kkani yo'q. Bu mana tayyor holatda. Hazm jarayoni yaxshi bo'ladi. O'ziga kerakli vitaminlar hammasi organizmga to'liq so'riladi. Semiradi, tuxumlash jarayoni yaxshi bo'ladi. O'zgarish sifatli bo'ladi. Mana shu tomonlarga e'tibor qilasizlar. Albatta juda haligi ko'p video olib naqlagildagi o'xshagan qila olmasam ham, ko'rsatib bera olmasam ham, qisqacha bo'lsa mana shu narsani obzor qildim. Qo'ldan kelgancha oyoq xulosalarni o'zlaringiz qilib olaverasizlar mana. Shu holatda. Endi qaysinda effekti borini o'zlaringizlar bir xulosa qilib ko'rasizlar. Mana bu o'zi pishdi, bu tayyor bu. O'zi bu apparatdan chiqib turganda o'zi 80% o'zi pishib chiqadi bu. Mana bular endi bir xil narsa. Bunda oqsilni faqat oqsilda o'zi bo'ladi. Bunda hayvonni sovutish kerakmi? Qizigan tanani faqat shu bular xolos. Bug'doyda faqat shu et olish uchun bo'ladi xolos bunda. Makka yog' miqdorini ko'paytirib berish uchun faqat shu energiya bo'ladi xolos. Energiya va yog'ni ko'paytirib berish uchun, organizmni issiq holatda saqlab turish uchun.
lekin bunda boshqa qo'shimchalar bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p parrandalar bo'shashgan, toliqqan, har xil kasalga uchraydigan silab holatlarda bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana qanday qiziqqan savollaring bo'lsa, imkon qadar yozib tashlayveringlar. Bundan ham chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilaman. Hozir deyarli qo'ldan ancha bo'shab qoldi. Bemalol vaqt ajratib, xudo xolasa, sizlar savollaringga ham javob berishga harakat qilamiz. Imkon qadar obuna bo'lib, avj oldirib borsalaring bo'ldi. Bizdan shu ma'lumotlarni ko'rsatib chiqarib yuboramiz sizlarga ham. Sog' bo'lasizlar, ishlaringizga omad, salomat bo'linglar.